Nasri Muhammad Alixon ibn Umarxon. Umarxon vafotidan so'ng Muhammad Alixon o'g'li 15 yoshlarida taxtga julus etdi. Xalq buni sifati madh ilan Madalixon deb, ya'ni manbai adlu adolat deb zikr qilur erdilar. Bul vaqtda Jahongirxo'ja g'alabasida bul kishi ham Qo'shg'arg'a Xitoy ilan g'azot qilmoq bo'lib borib, Gulbog' degan mavzeda Xitoy ilan muhoroba qilib, g'oziylik laqabiga sodiq bo'libdirki, Xo'qand xonlaridan mundan bo'lak hech kishi kuffor ilan muhoroba qilmay, g'oziylik laqabiga noil o'lmag'on ekan. Hattoki Amir Temur bovujudi shuncha muqotala va muhorobalar ilan g'oziylik unvoniga noil o'lmay, xutbalarda, to'g'rolarda sohibqiron deb vasf qilurlar, ammo g'oziy demaslar. Muhammad Alixon umrini ortiq joriyalar va mahramlar, o'yin kulgi ilan kechirib, havoyu havasga naqdini sarf etib, mamlakat bo'lsa atosining solib ketgan yo'lida va qoidasi ilan barpo bo'lib, bir davr osuda hol va bir asr forig'bol bo'lib, oxiri hollarinda xalq bu kishining sharoratidan ozurda bo'lib, balo va fitna ostida qolib, suratda ahsan va badanda ajsam, ko'zga bosavlat va ko'rarga bohaybat, siyminu muazzam va bir shaxsi beg'am, sayri shikor va safar bekorga yurib, kalta safarga ko'p askar ilan arg'umoq otlar va iskovuch itlar, pospon beklar, chodiri chimmat qiron qushlar, soch qo'ygan mahramlar har yerda yursa, oyimlarni olib yurib, xonlik saltanatini izhor va aholini bu bahona ila iqfol etib va bu siyosat ila ihmol etgan bir zot edi der. Mushora ilayh Muhammad Alixon Xo'qand ila Buxoro o'rtasida lashkar nom qal'a xususida Buxoro amiri Nasrulloh Bahodir ila o'rtalarida budurat tushib, amir bunga bir go'shmol bermak bo'lib, Muhammad Alixon atosining manquhasini oldi, balki haromni halol dedi, kofir bo'ldi, necha bid'atlarni joriy qildi deb ta'bid qilmoqqa Xo'qandga kelmoqda edi. Muhammad Alixon andin qochib, O'sh tarafinda tog'ga ketib, har kecha yurib, tong otguncha yurib, ertasi ko'rsalarki, bir farsaxdan ortiq yurmagan ekanlar. Mundan shom qilib, mani qon tortib kelgan ekan. Endi mani to amirga olib boringlar, har nima qilsa qilsin deganda, bir necha maslahatchilar xonni amirga bog'lab borsak, shoyatki xunlaridan o'tarlar, tavba berurlar deb xonni bog'lab amirga olib borganda, amir darhol qatlga hukm qilganda, o'z vazirlaridan Abdusamad Noyib degan xushmand kishi amirga, janobi oliylariga maloli xotir bo'lmasa, bir kalima so'z aytsam deganda, amir nima so'zdur degan ekan. Debturki, holo Xo'qand zabt o'ldi, Farg'ona katta mamlakatdir, qancha askar va sipohu xazina sarf olib olindi. Alholda Rusiyani kelmagi mahalliy xavfdir. Agarda marhamat qilib, xonni onti aqid berib, tavba qildirib, Xo'qandga qo'yib, Buxoroga tobe qilib, bir mulk bo'lib bizlarga kelgan dushmanlarga bir qalqon bo'lur edi deganda, so'zi amirga ma'qul bo'lmay, og'ziga kavsh bilan urdirgan ekan. Muhammad Alixon Muhammad Amin degan murohiq o'g'li va zavjasi va oyimini va yaqin joriyalarini hammasini so'ydirib, avvalda Muhammad Alixonni, andin so'ng Muhammad Amin degan o'g'lini so'yganda, murohiq balog'atga yetmagan xonzodaga anosi betoqat bo'lib, bunga qarab anosiga vidolashib, ohu fig'onda turganda, mazluma onasi so'yladurgan yerga borib, bir ko'zi o'g'lida va bir ko'zi amirni tarafiga haqorat qilib, ey zolim, atosi sanga osiy bo'lgan bu murohiqi begunoh nima gunoh qildi? Berahm zolim, qizil qonga bo'yading. Xudoning oldida sening ila murofa qilaman.
sen ham nuri chashmingdan ajrab xonavayron bo'lib qizil qoning'a bo'yal, xonadoningdan ajrab xarob bo'l, deb alfozi qabiha sha'niyalar ilan og'zig'a nima kelsa qaytarmay amirni hech pisand qilmay turganda yaqinlarining hammasini so'ydirgan ekan. Bu to'g'rida ko'p shoirlar marsiya qilgan. Hammasini yozmoq tadbiri kalom bo'lur. Bir muhammasi turkiysini namuna o'rniga yozamiz. Nazm. So'ydirmoqqa xonni amr etib qoldi. O'shal damda jallod qilichin oldi. Rahm aylamay xonning bo'yniga soldi. Qaro saqol qizil qonga bo'yoldi. Ahli haramlari fig'on ayladi. Ko'p shoirolar tarix va marsiya aytgan. Ul asr shoirlaridan Fitrat janoblarining bir forsiy tarix aytilgan ekan. Yozdik. Fitrat. Hast ravshan banasti o qobil ki darin khobgoh vayrona. Natavon zistan kase jovid xoh nastik xoh begona. Shud Muhammad Ali poknajod xon g'ozi amir Farg'ona. Az faroxi ba davri o gashti muflison ba rusumi shohona. Bas ki dar sar havoyi ishq dosht. Bigzaronid umr mastona. Sadafi mulki tojdori ra. Hamchu o kas nadid durdona. Marqadash pur zi rahmati haq bod. Anzallohu fihi g'ufrona. Shabki tarixi fafti on shahro. Host fitrat zi tabi farzona. از سری خوش گفت کی کنون نیست فرخ در دیار فرغانه. Mazmuni. Fitrat. Uning nazdida yaqqol ravshandir ki bu vayrona yotoqda, ya'ni dunyoda hech kim mangu yasholmaydi. U xoh qarindosh, xoh begona bo'lsin. Pok nasabli Muhammad Alixon, G'ozixon, Farg'ona amiri olamdan o'tdi. Uning davrida farovonlik tufayli qashshoqlar turmushi shohona tus oldi. Boshida ishq havasi bo'lgani uchun mastona umr kechirdi. Tojdorlik mulki safarida hech kim u yangliq durdonani ko'rmagan. Qabriga haq rahmati yog'ilsin. Alloh gunohlarini kechirsin. Kechqurun bu shoh vafoti tarixini Fitrat o'z nozik ta'bidan istadi. Mulohazakorlik bilan dedi: endi qolmadi Farg'ona diyorida shodu xurramlik. Bu va bundan keyingi forsiy baytlarni nashrga tayyorlovchilar tarjima qilgan. Muhammad Alixon 237 da taxtga o'ltirib, 21 yil podshohlik qilib, 1258 hijriyda maqtul bo'lgan ekan. Muhammad Alixon anosini oldi degan so'z afxofi nosda joriy bo'lsa ham, bu so'z rost bo'lmay, Buxoriylar qatllarini aybini satri uchun qilgan qabihalarini tajvihiga chiqarilmish so'zlari ekan. Asl muddao bo'lak ekan. Chunonchi Umarxon olaman degan podshohxon oyimning husnini eshitib, g'oyibona maftuni jamoli o'lib, buni anga sabab qilib kelgan. Asl visol muddao bo'lsa ham, zohirda Muhammad Alixonni xalqning ko'ziga osiy, gunohkor ko'rsatib, shariatni poymol qildi. Tanbeh darkor deb kelib, qancha xonzoda va mazluma oyimlarni qatli bag'ayri haq qilib, oxirul amir Murod o'shal oyim ekan.
olib muddaosiga yetib, Buxoroga olib ketib, Ibrohim Xayol degan bir mang'iti taryokiyni Muhammad Alixon o'rniga qo'yib ketib, bir necha oylardan keyin ahli Farg'ona Buxoriylarni shundoq dushman tutibdurlarki, xonzoda va harimlar va joriyalarni so'yib qilgan xuni bag'ayri haqlarini Farg'ona ahlini dimog'iga mahkam o'tirib, bu shinoat va shaqovatning alami bulardan hech chiqmay, Mang'itiyadan bir kishi o'ldirsa, 70 g'ayri mujohirni qatli ila barobar deb afxofi nosda joriy edi. Bu adovatlarini bir yerga yetkurmoq uchun Talasda Uychin degan Qirg'iziyada uylanib qolgan Sheralixonni olib kelib, To'raqo'rg'onda rusumi qadima ila oq kigizga solib, xon ko'tarib, Xo'qandga kirmasdan avval Mang'itiyani qirib, ahadini qo'ymay, To'raqo'rg'ondan talabgorlar chiqib, daryodan o'tib, Sultonbayozga qo'nib, anda necha ming qo'shin bo'lib, ertasi Xo'qandga kirmakda ekanlar. Ibrohim Xayol eshitib, Xo'jandga qochib, andin Buxoroga andak